بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz o'quvchilar. Bugun bidon darsidan ikkinchi darsimizni o'tamiz inshaalloh bidon kitobidan. Hop. Rejamiz bugun darsda nimalarni o'rganamiz sizlar bilan? Fe'lning qismlari. O'tgan darslarda son jihatidan qismlarini o'tgan edik. Bugun Xudo xohlasa nava jihatidan keyin aqsamul ismida o'zgarish, o'zgarmaslik jihatidan hamda ishtiqoq, ya'ni bitta kalimadan bir necha kalimalar yasash vaznlarini inshaalloh o'rganamiz sizlar bilan. Hop, kitobimizga o'tamiz. Bismillah. Aqsom ism va fe'l az haft qism birun nest. Nima degani bu? Ism va fe'l 7 qismdan tashqarida bo'lmaydi. Ya'ni talabalar mana shu o'rganadigan 7 qismdan mana ism va fe'lni oladigan bo'lsak, faqat mana shularning ichida bo'ladi. Undan tashqarida bo'lmaydi, undan ziyoda bo'lmaydi, undan o'zga bo'lmaydi demoqchilar. Ular qaysi desa, sahih, davom etamiz o'qishni. Sahih است yo mudof, yo misol, yo ajvaf, yo noqis, yo lafif, yo mubtaviy. Demak, bularning turlari aytilyapti. Yo ular sahih, mudof, misol, ajvaf, noqis, lafif, yo mubtaviy bo'ladi. Hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz inshaalloh. صحيح آن است که در مقابل فا و عین و لام است یا فعل حرف علت نبود و در حرفی از یک جنس نبود همچون ضربه و ضربه بر وزن فعل ضرب و ضربه در وزن فعل و فعل. Endi bu yerda aytilyaptiki, birinchi bo'lib sahih deb nimaga aytiladi? Sahih deb shunday kalimalarga aytiladiki, fe'l yoki ismning fa'in lom muqobilida illat harfi va ikkita bir jinsli harf bo'lmaydi. Demak, illat harflari qaysi desa o'zi keladi yana alif va ya, o'zi forschasini ham inshaalloh o'qiymiz. Mana shu yo illat harfli bo'lmaydi, yo bir jinsli harflar bo'lmaydi. Misol uchun bir jinslilarga farro, roro bir jinsli harf shunaqalar bo'lmaydi. Demak, mana shular fa'in lom muqobilida illat harfi ikki jinsli harflar bo'lmaganlari sahih deb atalar ekan, ya'ni harflar o'sha sahih. Xo'p. Harfu illat davom etamiz. Navbatga keldik. Harfu illat se است واو و alif yo است. Demak, yo asti illat harfi 3tadir. Vav, alif va yo. Demak, mana jadvalga qaraymiz talabalar. Daraba yadribu. Bu nima talabalar? Sahih mana. Sahih. Nasara yansuru. Mana'a yamna'u. Hamida yahmadu. Na'ima yan'imu. Sharafa yashrufu. Buni qanday yodlaymiz talabalar? Masalan, bizda 3ta bor, 3ta harakat bor. Fatha, kasra, damma. Xo'p. Fatha, misol uchun, keyin kasra va damma. Fa'alada 3ta bor. Qaranglar. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Yoki men bu jadval bilan yodlamoqchi bo'lsangiz, kasra, damma, fatha, nabarat. Fa'ala yaf'ilu, kasra. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Shunaqa qilib yodlasangiz ham bo'ladi. Endi bunda talabalar ikkita bor. Fatha bilan kasra. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Endi buni-chi talabalar bizga ustozlarimiz shunaqa o'rgatgandilarda, ya'ni oson bo'lishi uchun fatha damma kasra qilib aytsalaringiz ham bo'ladi deb aytuvdilar. Masalan, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Mana 6ta bo'ldi talabalar. Mana shular sahih. Nimaga bular sahih bo'ldi desa talabalar? Chunki bularni fa'in bilan barobarida illat va ikki jinsli harf yo'q. Demak, davom etamiz. Agar hamza dar muqobalai fa بود محموز و الف بود همچون ابرا
بر فعل. وأجر همزة در مقابله عين بود محموز العين بود همچون بأرا بر فعل. وأجر همزة در مقابله لام بود محموز لم بود همچون براءة بر فعل. Demek nima deyilyapti bu yerda talabalar? Qaytamiz. Birinchi bo'lib endi nima? Mahmuz haqida gap ketyapti talabalar. Nimaga mahmuzni alohida keltirishda? Axir hamza aytaylik sahih harflarga kiradi-ku. Hamzani sahih harflarga kirgizdiramiz. Endi arab shevalarida bu hamza alohida bo'lgani sababdan hamzani sahihlar ichiga kirgizib, hamzani bitta alohida bob qilib keltirgizdilar. Subhanalloh. Hop, davom etamiz. Agar hamza fa'ning muqobilida bo'lsa, mahmuzul fa, ya'ni fa hamzalangan bo'ladi. Masalan, abaro. Abaro. Bu jihozlanmoq yoki jihozladi yoki misol uchun ari chaqqaniga ham mish urdi deyilar ekan. O'sha mish urdi ari chaqqaniga ham ishlatilar ekan bu. Abaro faala vaznida turibdi. Bu mahmuzul fa, chunki fa barobarida hamza turibdi. Agar hamza aynning muqobilida bo'lsa, mahmuzul ayn deyilar ekan, ya'ni ayn hamzalangan bo'ladi. Mana ba'aroda faala vaznida ayn barobarida hamza turibdi. Agar hamza lomning muqobilida bo'lsa, mahmuzul lam, ya'ni lam hamzalangan bo'ladi. Fa'alada mana lami hamzalangan bo'lib turibdi. Demak, ba'aro bu quduq qazidi. Baroa bu o'sha sha'ni poklandi, xoli bo'ldi, aybdan xoli bo'ldi, nuqsondan xoli bo'ldi baroa. Xo'p, davom etamiz. Mudoafga kelgan talabalar. Muzoaf bardu qism است. Mudof sulosiy va mudof ruboiy. Mudoaf ikki qism ekan talabalar. Sulosiy mudof va ruboiy mudof. Mana bu yerni qaraydigan bo'lsak, mana talabalar. Demak, mana sahihda biz nima sahihga nimani kirgizgan talabalar? 3 ta kiradi sahihga. Demak, birinchi bo'lib mahmuzni kirgizdik mana bu sahihda. Keyin mana mudoafni hozir kirgizamiz. Hozir ko'ramiz xudo xohlasa. Mana birinchisi sahih talabalar, keyin mudoafni o'tamiz. Mana bu sahihning ichiga mahmuzni ustoz aytardilar, o'sha kirgizamiz deb. Xo'p, nimaga bu yerda ya'ni savol tug'ilishi mumkin, nima uchun bu yerda mahmuz o'sha zikr qilinmayapti desangiz, mana shu sahihni ichiga kirgizamiz deb aytamiz. Xo'p, demak mudoafga keldik. Mudoaf nima ekan? Ikki qism bo'lar ekan. Sulosiy mudoaf va ruboiy mudoaf. Xo'p, mudoaf sulosiy on است ki در مقابله عین و لام است. یا فعل دو حرف از یک جنس بود. همچون فر کی در اصلش فرار بود. بود است بر وزن فعله. Demak, sulosiy mudof shunday kalimaki, ism yoki fe'lni ayn va lami muqobilida ikkita bir jinsdagi harf bo'ladi. Mudoafa ikkilangan, mana qaranglar, lam va aynni o'sha bir xil jinsda bo'ladi. Masalan, farora, farro bo'lib qoldi. Demak, davom etamiz. Bu sulosiy ekani, sulosiy mudoaf. Ruboiy mudoaf nima desa? مضاعف الرباعي آن است که در مقابل فا و لام اوله و عین و لام ثانی دو حرف از یک جنس بود همچون صرصره بر وزن فعلله. Demek bu yerda talabalar o'sha sarsarani ko'radigan bo'lsak, birinchi harf fa barobarida sod, keyin ayn barobarida ro, lam barobarida demak sod, yana bir lam barobarida nima bo'lyapti? Ro bo'lyapti, talabalar. Hop. Sorsarani ma'nosi qarsiladi, chirilladi, g'ichirladi, qattiq qichqirdi, guvilladi. G'uvillamoq ma'nosida bor ekan, shamolga nisbatan ishlatilar ekan. Fa'ala lavozimida turibdi. Bu mudoaf va ruboiy bo'lar ekan. Demak, ruboiy mudof shunday kalimaki,
fa va birinchi lam hamda ayn va ikkinchi lam muqobilida ikkita bir jinsli harflar bo'ladi dedik. Endi tolibalar mudoafdan ketdik, mudoafdan xalos bo'ldik. Endi misolga kirishamiz. Misol. مثال آن است که در مقابل فا اسم یا فعل حرف علت بود همچون وعد و وعد بر وزن فعل و فعل. Misol shunday kalimaki ism yo fe'lning fa'si muqobilida illat harfi bo'ladi. Qaranglar, fa. Bu o'zi qaraydigan bo'lsangiz sahihga o'xshab ketadi-da. Misol, o'xshab ketadi sahihga. Va'da, va'da, va'da. Xullas, o'tgan zamonni tuslashi o'xshab ketadi, talabalar. Demak, mana misol fa'si barobarida muqobilida illat harfi bor ekan. Va'da. Ajvofga qaytamiz. أجوف آنست در مقابل عين اسم یا فعل حرف علت بود همچون قول و قول بر وزن فعل و فعل. demak bu yerda ajvab shunday kalimaki ism yo fe'lni ayni muqobilida illat harfi bo'ladi. Qavala fe'lida qavl mana. Demak bu yerda ajvab qornida illati bor ekani, misolda boshida illati edi, ajvabda qornida illati ekan. ناقص آن است که در مقابل لام است یا فعل حرف علت بود همچون رمي بر وزن فعل و فعل. ناقص shunday kalimaki ism yo fe'lni lami muqobilida illati bo'ladi. Oyog'ida illati bo'ladi, oyog'ida noqisligi bo'ladi. Fa'ala fa'lun, ramaya ramyun, otdi, otmoq, otdi. Lafif آن است که در مقابل عین و لام است یا فعل حرف علت بود همچون قوی و قویه بر وزن فعل و فعیله. Demak, lafif shunday kalimaki ism yo fe'lning ayn va lam muqobilida illat harfi bo'ladi. Qorni va oyog'ida lafif. Demak, qaraydigan bo'lsak, qawiya, qawiyuni bitta fa'ila ya'ni fa'lun vaznida turibdi. Demak, mo'ltaviyga keldik talabalar. O'zi lafif degani o'ralgan deganida lug'aviy ma'nosi. Mo'ltaviyni lug'aviy ma'nosi egilib qolgan. ملتوي آن است که در مقابل فاعل است یا فعل حرف علت بود همچون وشیون وشیه و وشیه بر وزن فاعل و فاعله. ملتوی shunday kalimaki ism yo fe'lning fa va lomi muqobilida illat harfi bo'ladi. Fa va lom endi boshi bilan oyoq. Multavi. Fa va lom. Fa'ala vashaya. Fa'lun vashiyun. Talabalar, inshaalloh tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mana bu yerda jadvalni qaraydigan bo'lsangiz bor. Berilgan misol. Xo'p, masalan, daraba yadribu, farra, wasaba, ba'a, rama, rawa, waha. Bularni ma'nolarini lug'atdan ko'rib yozinglar talabalar. Endi hammasini men aytsam ham bo'lmaydi-ya. Xo'p, davom etamiz. Ism bayoni. Ikkinchi qismiga o'tamiz darsimizda. Inshaalloh tepadagilar tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sizlarga vazifa. Demak, mana shunaqa fe'llarni yana topib yozib qo'yinglar 5 tadan. Va nomini yozib qo'yinglar. Xo'p, ism bayoni. Bismillah. Ism bardu qism است. Ismi jomid va ismi mastar. Endi tolibalar iste'molda o'zgarmasligi bo'yicha o'rganamiz ismni qismlarini. اسم جامد آن است که از وی چیزی اشتقاق کرده نشود همچون رجلون و فراسون. Demak, jomid shunday kalimaki, shunday ismki, undan biron so'z ishtiqoq qilib bo'lmaydi. Misol uchun rajulunni olaylik, bularni harfini, ya'ni almashtirib, harf qo'shib, aytaylik, biron bir narsa olib bo'lmaydi-da bulardan. Faros yoki qotib qolgan bular. Avvaldan kelganda shunaqa bo'lib, qotib qolgan ismlardan. Faros ismi jomid. Ismi mastarchi? Ismi mastar آن است که کی از وی چیزی اشتقاق کرده شود در اخیر معنای فارسی او دال او نون باشد و یا تا نون باشد همچون الضرب زدن و القتل کشتن. ma'nolar aytilyapti. Bu yerda aytilyaptiki,
Ismi masdar, ismi jomid aytdigan qotib qolgan ism, undan biron so'z ishtiqoq qilib bo'lmaydi. Endi ism masdarchi shunday ismki, undan boshqa biror so'z ishtiqoq qilib olinadi. Forsidagi ma'nosida oxirida dol va nun bo'ladi yoki ta va nun bo'ladi. Misol uchun o'sha zadan, qushdan. O'zbek tilidagi ma'nosi harakat nomi deb yuritilib, bunday so'zlarga moq qo'shimchasi olib keladi. Masalan, doroba urmoq, qotlun, doroba qotlun o'ldirmoq, faulun vazni. Hozircha. Xo'p, endi talabalar arab از هر مصدری 12 چیزی اشتقاق میکند. Endi ishtiqoqlarga o'tdik. Arablar demak har bir o'sha kalimadan har bir masdardan 12 ta so'z ishtiqoq qilishadi. میکنند. ماضی مضارع اسم فاعل اسم مفعول جهد و نفی و امر و نهی و اسم زمان اسم مکان و اسم آلت و اسم تفضیل. Endi talabalar hozir arabchasini ko'ramiz. Sizlar arabchasini yodlashlaringiz kerak. ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب اضرب ليضرب لا تضرب مضرب مضراب أضرب. Hop. Demak, bular ishtiqoqlar ekan, talabalar. Mana hozir ko'ramiz har bittalarini ma'nolarini. Daraba zadvay mard dar zamoni guzashtani fe'li mozi. Demak, daraba nima degani ekan, talabalar? Urdi u bitta erkak o'tgan zamonda fe'li mozi. Daraba urdi u bitta erkak o'tgan zamonda fe'li mozi. Mana shunaqa qilib talabalar yodlanglar. Biz yodlaganmiz bularni. Daraba urdi u bitta erkak o'tgan zamonda fe'li mozi deb yod qilib aytib bergan edik. Sarf ilmi o'zi talabalar yodlash bilan bo'ladi. Shu sababdan yodlab bularni amalda qo'llaymiz inshaalloh. Daraba urdi u bitta erkak o'tgan zamonda fe'li mozi bo'lib ishtiqoq qilishni o'rganamiz inshaalloh. Endi shu darabadan yadribu qaranglar. Yadribu faala edi. Endi fa'alani mana shunaqa o'rinlarda qo'yib chiqaveringlar. Yaf'ilu yadribu bo'lyapti. Fa'illo yaf'ilu yadribu. Vazni nima? Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Uradi u bitta erkak kelasi zamonda fe'li muzori. Doribun uruvchi bitta erkak ismi fa'il. Demak, barakasi qochib ketmasin talabalar. Forchasini ham o'qiymiz. Yadribu mezanat yakmard. Mezanat ekan, mezanat vay mard dar zamoni oyanda fe'li muzori. Aytdik buni. Darban zadan masdar. Demak, urmoq masdar ekan, darban. Daraba yadribu darban fa huwa daribun va u uruvchidir. Yakmard zanonda ism fa'il. Xo'p, zanonda ism fa'il. Endi bu yerda talabalar mana shatini o'zini bo'lmasa qo'yib qo'yaman. Men kitobdan o'qiyman o'zim. Fahuva doribun dediga, doribun uruvchi bitta erkak ismi fa'il. Buni yozib olamiz. Hammasini yozib yodlaymiz. Demak, doribun nima ekan? Uruvchi bitta erkak ismi fa'il. Fa'ilun vaznida. Alimun ham shu. Alima, alimun. Xo'p, alimun. Endi urilgan bitta erkak ismi maf'ul. Bu qanaqa bo'ladi desa, madrubun. Xo'p. وذاك مطروب kelgan. وذاك مطروب yak mard zada shuda ism maf'ul. Mana yak mard zad shuda zada shuda ism maf'ul. Demak, madrub bitta erkak urilgani. Endi lam yadribniki xo'p. Nazad va mard dar zamoni kuzashdan fe'lu jahd. Bu fe'lu jahd deb aytilar ekan. Urmadi u bitta erkak o'tgan zamonda. Lam yadrib, lam yaf'il. La yadribu urmaydi u bitta erkak kelasi zamonda fe'lu nafi. La yadrib namizanat va mard dar zamoni oyanda fe'lu nafi. Idrib ba vazni tu bazantu mard amru hadir. Demak, talabalar idrib ursen bitta erkak amri hozir ekan. Li yadrib ayt ursin bitta erkak amri g'oyib. Kuta bazand vay mard amri g'oyib.
Ayt ursin bitta erkak. La tadrib urmasin bitta erkak. Nahiy hodir. Endi forschasini o'qiymiz. La tadrib mez nima ekan? Mezan mezani tu mard. Nahiy hodir. Xo'p, la tadrib degani mazan ekani. Mazan tu mard. Nahiy hodir. La tadrib degani qaranglar tolibalar. Urma sen bitta erkak. Nahiy hozirda bo'lyapti bu. Madrib tolibalar. Madrib vaqti zadan va joy. Zadan ism zamon va ism makonasi. Demak, madribda urush vaqti va urush joyi, ismi zamon va ismi makonlarni bildirar ekan. Madrib maf'il vaznida. Xo'p, masjid ham shu vaznda kelyapti, talabalar. Maf'il vaznida. Midrabun urush asbobi, ismi olat. Midrabun. Xo'p, nimada forschasida aytiladigan olati zadan ismi olat. Urush asbobi ismi olat. Adrabu zadantar ismi tafdil. Uruvchiroq ismi tafsil ekan talabalar. Xo'p, va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Bugungi darsimiz shundan iborat edi talabalar. Sizlarga vazifa, demak, men inshaalloh fe'l jo'nataman. O'sha fe'llarni mana shu ishtiqoqqa vaznlariga solib kelasizlar. Avvalo fa'ala vazniga solib chiqasizlar, hamda men yuborgan demak fe'lni mana shu vaznlariga solib ishtiqoq qilib menga jo'natasizlar.